Yana o'sha davrni bir eslaymiz. Ya'ni 2020-yil mart oyini karantin payti, Covid paytida juda keng qo'llanilgan bioxavfsizlik kapsulasini topib oldim. Birodarlar, haligacha like bosmagan bo'lsangiz, like bosib qo'yinglar. Sizlarga mana shu narsalarni kim ko'rsatyapti? Xitoyga kelib, juda katta showroomdan sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Endi bu ichkarida qanaqa yashaydi odam deganlar uchun yo'q. Birinchi bu yerga kimlar solinadi deylik, qo'yiladi deylik. O'sha o'zida virusi bor, virus bilan chalingan insonlarni mana shu kapsulaga joylashtiriladi. Ya'ni o'sha karantin paytida odamlar kasallangan insonlarni mana shunaqa kapsulalarga solishib davolashardi. Endi bu qanaqa ishlaydi deganlar uchun kamarlar bilan jihozlangan yostiqlar bilan ichkarida HEPA tizimi, havo tizimi ishlaydi. Ya'ni ichkaridagi odam havo nafas oladi, lekin tashqariga chiqara olmaydi, tashqariga chiqib ketmaydi. O'zidagi virus yoki boshqa zararli bakteriyalar. Endi u insonni yuvintirish kerak yoki kiyimlarni almashtirish kerak yoki ukol qilish kerak bo'lgan mana shu joydan o'sha doktorlar ukol urishgan yoki kiyimlarini to'g'irlab qo'ygan o'sha vaqtida. Qoyilmisizlar? Endi bu tarafga keladigan bo'lsak, filtrlar, ya'ni o'sha havoni tozalab beradigan maksimal darajada 0,1% aytyapmiz-ku, o'shanaqa filtrlar mana shu ko'rinishda bo'ladi. Bular endi har xil turdagi mana shunaqa apparatlarga qo'yiladi, katta kichikligiga bog'liq. Buni albatta agarda siz bu tibbiyot sohasida bo'lmasangiz, yaqin tanishlaringizga jo'natib qo'ying, juda foydali narsa deb o'ylayman.